har doim aytgansan, pul ko'p narsani hal qiladi deb. Mana shu uyda meni yaxshi ko'rgan qizim turadi. Otasi yetimligimni bilib, ota-onasi yo'q bolaga qizimni bermayman deb aytdi. Xo'sh, o'sha pullaring meni temamni hal qila oladimi? Hozir ko'rasan. Menga qara. Men aytadiganimni o'rtog'ingga ayt bo'lganman. Men qizimni ota-onasi bor odamga beraman. Tushundingmi? Qani omi. Ko'tarib keling. Amaki, og'aynimni qo'yni sizni qizingizga tushgan ekan. Boshqa qizga uylanmayman deyapti. Sizga qalin pul olib keldim. $5000. $5000 meni roziligimni sotib olaman deb o'ylayapsan. Mana $5000 sut puli. $10,000 bo'ldi. Kechirasan aka. Boshqa manzilga tushib qoldik shekilli. Hey bolam. Choyni to'y kuni ichamiz amaki. Qani ilohoming. Yoshlar baxtli bo'lsin-a? Baxtli bo'lsin.